Barcha barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan birgalikda King Luz kanali. Bugungi videomizga xush kelibsizlar obunachilar. Bugungi videoda biz Telegramda mukammal kinobot ochib ko'ramiz obunachilar. Uning uchun qidiruvga bot fazadek qidiramiz va birinchi chiqqan botga kiramiz. Mana shu birinchi chiqqan botga kiramiz. O'sha botga kiramiz va start buyrug'ini bosamiz va nebot komandasini yozamiz. Nebot. Endi botga nom beramiz. Endi esa username, ya'ni oxirida bot bilan tugashi kerak. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, iltimos kanalimizga obuna bo'ling, chunki biz maqsadimiz 100 ta bo'lish. Kinobot deb qidiramiz. Kinobot deb yozamiz. Kinobot, anime bot. Mana bizga yozib bo'ldi. Endi bu tokenni nusxalaymiz. Hozir token ko'rsataman. Mana shu token bo'ladi. Tokenni nusxalab bo'lganimizdan keyin bitta botga kiramiz. Ya'ni PHP Builder botga kiramiz. Hozir mana shu originali bo'ladi. Bular esa fake. Va botimizga kiramiz. Mana boshlash tugmachasini bosamiz. Va bitta kanalga obuna bo'lishni so'raydi. Bosamiz. Va kanalga obuna bo'lib tasdiqlaymiz va botlarni boshqarishni bosamiz. Va bot yaratish. Aytgancha bu yerda faqatgina mana shu botlash. Bu yerda faqatgina mana shu ko'k bilan yozilgan botlar ishlaydi. Boshqalari hozirchalik ishlamaydi. Va bizga hozir kinobot kerak bo'ladi. Ya'ni kinobotni bosamiz. Kinobot ustiga bir marta bosamiz. Va tanlash tugmachasini bosamiz. Endi esa tokenni shu yerga boramiz. Shu yerga bosamiz. Ma'lumotlar tekshirilmoqda. Bot token qabul qilindi. Kino anime botingiz tayyor. Va botga start buyrug'ini bosamiz. Start buyrug'ini bosamiz. Boshlashni bosamiz va boshqarish knopkasini bosamiz. Ya'ni tugmachasini. Endi bizning botimiz ishlayapti. Majburiy obunalar, kanal qo'shish, kanalingizga admin qiling va forward shaklida yuboring deyapti. Biz kanalimizni yuboramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qoling. Keyingi video nima haqida chiqishini albatta yozib qoling. Endi esa biz kanallab qo'yganimizdan so'ng keyingi qiladigan ishimiz boshqarish knopkasini, tugmachasini bosamiz. Filmlarni boshqarishni bosamiz. Yangidan qo'shamiz. Film uchun kod yuboring. Masalan 1. Endi esa filmni yuboring deydi. Hozir biz filmni yuboramiz. Endi esa kinoni yuboramiz do'stlar. Kino yuborilguncha stop qilib turaman. Endi esa film uchun ma'lumot yuboramiz. Masalan o'zbek. Xohlagancha yozishingiz mumkin bu yerda. Film qo'shish shakllandi. Endi biz tekshirib ko'ramiz. Film izlash.
Film kodini yuboring. Mana biz topgan filmni chiqarib berdi. Bugungi video shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lib, keyingi video nima haqida chiqishini kommentariyada yozib qoldiring.